اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum hürmetlik Uyghur mümin musulman qarindaşlarım. Allah subhanahu wa ta'ala'nın salamı sizlerge bolsun. Meyle dünyanın nerede bulunla Allah subhanahu wa ta'ala seni hatırcam, tinç aman, baxt, saadetlik kılsın. Hürmetlik qarindaşlarım. Miladi 610 yılı 8. ayının 10. günsi Ramazan ayının 21. günü Düşenbe keçide Erş Taala tarafından zimınğa bir nida geldi. Yani Mekke zimınğa bir nida geldi. Bu nida bolsa Ya Muhammed ente Resulullah. Ey Muhammed sen Allah'ın elçisidirsen degan nida idi. Mana bu nida kelişi bilen alemşumul bir özgürüş payda buldu. Tarixda yeni bir sahifeler içildi. Biz bugün mana bu haqda to'xtalmoqchi. Endi biz to'xtalmoqchi bo'lgan bu tema bo'lsa bir musulmonning hayotida belki bütün yer şarı karakterlik acayip bir muhim ve büyük bir tema. Mendek bir talipçakның bu tema hakkında to'xtalish hakkı yok. Çünkü biz acayip bir tema hakkında to'xtalmoqchi qarindoshlar. Biz şundaq bir adamның hayatı üstüde to'xtalmoqchi ki Adem Aleyhisselam'dan tatip ta kıyametkiçilik birden bir sanıldığan. Zamanda tengdiş yok sanıldığan bir şahs üstüde to'xtalmoqchi. İnsanlar şundaq bir utuq qazansın mı? Yani bir insanı biz acayip utuq qazangan insan desek, o insan şu hayatta ma'lum bir sahada utuq qazangan buldu. Ama biz bugün sözlemekçi olan şahs bolsa hayatının barlık sahalarda utuq qazangan zatdır. O kişi bolsa mı canı suyumluk Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundaq bir şahs ki qarindoshlar. Bu kişinin alahidelikini, bu kişinin hayatını qalamlar bilan yezib, tilla bilan so'zlab tuyatkili bo'lmaydi. Chunki o'ylab baqili qarindoshlar, biz bu shaxsning hayotini so'zlagan vaqtimizda hayotida bir qatimmo yolg'on aytib baqmagan. Hayotida bir qatimmo va'dasiga xiloflik qilib baqmagan. Hayatida o'zi shaxsiy manfaat uchun bir qatimmo ochiqlab baqmagan. Hayatida mayli kichik bola, cho'ng bola, düşmandan boshqasi qo'l ko'tarib baqmagan, ayollarni haqoratlab baqmagan, urib baqmagan. Balki ayollari bu kishini maqtab, bu adamning axloqini maqtab faxrlandigan mushundaq bir shaxs ustida to'xtalmoqchi. Hadicha anamiz mana bu Rasulullahni payg'ambar bo'lishdan burun maqtab nima deydi? Kalla vallah la yukhzikallahu abada innaka latasilur rahma wa tuqirrud dayb wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ey Muhammed, Allah seni hergiz mi xar qilmaydi. Yani peygamber buluştuğunu ilgili sizma qarindoshlar. Çünkü sen acayip bir güzel ahlak sahibidirsen. Sen tuqqanlaringlar bilan yaxshi o'tsan.
ojiz miskinlarning beshini silaysan, yo'qsizlarga yordam qilasan, davomliq haq tarafdor tursan, mehmonlarni hurmatlaysan. Sendek esil axloqli bir kishini Allohning xor qilishi mumkin emas deb Rasulullohning axloqini mushunda maqtagan zot haqida. Hatto kofirlar Rasululloh payg'ambar bo'lishdan ilgari Rasulullohga alohida bir nom bergan. U bo'lsa al-amin, ishonchlik, sodiq, samimiy odam deb Rasulullohni Muhammad deb atmay al-amin deb ataydi. Ya'ni samimiy, sodiq odam deb ataydi. Biz mana bu zot haqida to'xtalmoqchi. Agar Rasulullohni o'ylab baqili, axloqini desak, shunday go'zal axloq, ibodatini desak-chu, kechillari namoz o'qib, putlari qapirib ketgan. Kechirimchanligini desak-chu, butun Makkani fath qilib, o'zini jududan qo'g'lab chiqargan, tuqqanlarni o'ltirgan, zulm qilgan, haddidan oshganlar Rasulullohning qo'liga asir tushgan vaqtda hammanglar uyinglar xotirjam ketinglar, sil erkin degan. Saxiylig'ichu. Bir odam bir tal bir narsa olsa, 10 hissalab, 20 hissalab qaytgan. Hatto Rasulullohning qashiga kelgan odamlar, "Ey insonlar, men Rasulullohdek bir saxiy odamni ko'mdim" deyotgan. Muloyimligichu. Rasulullohning bo'yinlariga og'amchini silib, tortib, "Ey Muhammad" deb to'lisa, kulimsirab muomala qilgan. Mana mushundoq so'zlasak so'z tugamaydigan, yozsak daston bo'ladigan mana bu shaxs haqida to'xtalmoqchi. Endi qarindoshlarimiz, ulamolarimiz deydi, koinot bo'lsa ovozsiz Qur'on. Qur'on bo'lsa ovozli koinot. Muhammad alayhissalom bo'lsa mingivatgan Qur'on, ya'ni tirik Qur'on degan. Mana buni Oysha onamiz degan. Ya'ni Rasululloh qandoq odam edi degan vaqtda Oysha onamiz Rasulullohning ayoli. Hammamiz bilamiz, bir insonning, bir er kishining eng ojizlik nuqtalarini bildigan, eng axloqini hammadan bak bildigan odam shu kishining ayoli. Shu ayolidan Rasululloh qandoq bir erti desa, Rasululloh Qur'on yemshi degan. Rasululloh mingivatgan Qur'on degani tirik Qur'on degan qarindoshlar. Uning ustiga Oysha onamiz Rasulullohning bir ayol emas, 9 ayolning birisi. Ya'ni 9 ayolning birisi turib Rasululloh mingivatgan Qur'on degan. Shuning uchun her bir mu'min, musulmonning mana mushundaq bir payg'ambarning Alloh subhanahu va taala "Va ma arsalnaka rahmatan lil alamin" ey Muhammad, biz seni butun olamga rahmat qilib avatdik degan payg'ambar. Ey qarindoshlar, tushunaylik. Ya'ni faqat biz musulmonlar emas, agar g'ayri musulmonlarmi mushni tushunsa, Muhammad alayhisalom insoniyat uchun rahmatdir. İnsaniyet üçün baxt saadettir. Eğer her bir şahıs, her bir aile, her bir kumandan, her bir siyasiyon, her bir kanunshunos, her bir ticaretçi Resulullah'ını düşünüp Resulullah'ın tutkan yolunu tutup mansa, o kişi iki dünyada baxt saadetle bulut qarindoshlar. Eğer Müslüman olmasa, muşu dünyada Resulullah'ını örnek kılıp, Resulullah'ın hayatını düşünüp, şunundan paydalansa, bu dünyada baxtli buludu qarindoshlar. Şunun için bizlam emas Resulullah'ını maqtaydigan. Hemmimiz bilimiz, dünyadaki meşhur 100 şahslardan kitabını yazgan Hristiyan adam Resulullah'ını şu 100 adamның içindeki en birincisi kılgan. Hem de biz vay dünyadaki 100 şahsının en meşhurunu Peygamber Aleyhisselam kıptı da hoşunmayımız. Bazen Müslümanlar hoşup gitti. Bu Resulullah'ını onun katarı koyganlık, Resulullah'ın kadrini tek tuluk tunup yetmeyenlik. Biz de qarindoshlar. Dünyada insanlar min meşhur şahs olsun, şu hayatının bir sahasida utup kazangan. Ama Resulullah çoğu namunelik er, namunelik asker, namunelik dada, namunelik kumandan, namunelik peygamber, namunelik bir alim.
namunalik bir ticaretçi, bir nihoyatda mahoratli siyosiyon, yani hayotning barliq sohasida utuq qozongan bir zot. Qandoq qilib bu Napolyon, bu Gandhi, bu Shakespeare, bu Aristotel, bu Aflatun Rasulullah'ın qatarı tizlalsın. Rasulullah'ni faqat payg'ambarlarning qatoriga tizish mumkin. Balki shu payg'ambarlarning eng kattasi birinchi numurligi mana biz jonajonar payg'ambarimizdir. U boshqaga tizib qo'yganlik bu nohaq. To'g'ri emas. Shuning uchun musulmon qarindoshlarimiz voy bu yerga Rasulullahninki ismini tizib qo'yibdi, voy bunda qilibdi deb qo'shilmasa bo'ldi. Balki bu selishtirishga bo'lmaydigan bir tarixda bir qatam takrorlangan shaxs. Endi qarindoshlarimiz, bu Rasulullahning hayoti bizga dinimizni haqiqiy to'g'ri ravishda tushuntirib turdi. Masalan, Qur'oni Karimni bir senaryo desak, Rasulullah bir bu senaryoni jonliq bir harakatga aylantirgan bir zot. Biz bilamiz, Qur'oni Karim bir senaryo. Agar biz bir xil senaryoni 10 kino shirkatiga bersak, şu bir senaryodan 10 kino şirketi 10 xil film ishlab chiqadi. To'g'ri, senaryo bir. Ya'ni filmning senaryosi bir. Ammo 10 shirkat 10 xil ishlaydi. Mana bu hayotlik. Ammo Qur'oni Karim uchun shunda bo'lganlikdan Qur'oni Karimni Rasululloh o'zining so'zi bilan, o'zining harakati bilan, o'zining hayoti bilan bizga tushuntirib berdi. Biz mana bu payg'ambar haqida bayon qilamiz qarindoshlar. Biz shundoq bir payg'ambarning hayoti to'xtalamizki, bu payg'ambar inson oyig'i tegmagan yerga borgan. Arshi Allohga chiqqan qarindoshlarimiz. Arshi Allohga chiqqan vaqtida o'ylab boqing. Jibril alayhissalom barammagan yerga borgan. Arshi Allohga chiqib 7-qavat osmondan Arsh Allohga chiqqan vaqtida Jibril o'tamagan. Hatto Rasululloh agar Jibril bir qadam oldiga mangan bo'lsa, kuyib ketsa ulatdi degan. Mana mushundoq yerga borgan. O'z ko'zi bilan jannat do'zaxni ko'rgan. Allah subhanahu va taolaning kamol qudratini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan. Mushundoq Allah subhanahu va taolaning nidosini o'z quluqi bilan anglagan bir zot haqida to'xtalmoqchi. Shuning uchun Rasulullahning hayotini bilish har bir mu'min, musulmonga farz qarindoshlar. Biz bu dinimizni Rasulullahning hayotini qanday tushunamiz? Biz bu ibodatlarimizni Rasulullahning hayotini tushunmay turib qanday qilamiz? Shuning uchun har bir musulmonga Rasulullahning hayotini bilish bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat va farz. Bo'libmi dinni to'g'ri tushunadigan qarindoshlarimiz. Hozir qarab boqadigan bo'lsak, shunama mush dinni tushunish bak taslishib ketibdi. Qanday taslishib ketadi? Internet, tor, televizor, mushu yangi zamon aloqalash qurollarininki umlish bilan biladiganlarmi, bilmaydiganlarmi, azroq biladiganlarmi, chalalarmi og'iz kelgancha so'zlab xalqimizni qaymoqtirib. Shuning uchun men bir islom dinini Allah tushungan peti ayni saf holatda tushunib baqay degan odam Rasulullahning hayotini tal to'kis bir qatim bilib chiqish kerak. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda shunday deydi: "Qul innama a'izukum biwahida. An taqumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah." Sizlar ey musulmonlar, men sizlarga eng muhim bir nasihatni qilay dedi Alloh subhanahu va taolo. Men sizlarga eng muhim bir nasihatni qilay. U bo'lsa-mu, mayli ikki odam bo'linglar, mayli bir odam bo'linglar, Alloh rizoligi uchun o'rninglardan turinglar. Ya'ni ish qilinglar. Men yolg'iz qoldim demanglar.
Bir bo'lsanglar bir, ikki bo'lsanglar ikki. Hamma odam Allohga ibodat qilinglar, Alloh rizoligi uchun o'rnidan turinglar, Alloh rizoligi uchun ish qilinglar. Deb bo'lib, ondan keyin sizlar jonijon qarindishinglar bo'lgan Muhammad alayhisalomning haqida tafakkur qilinglar dedi. Rasulullahning sahiyligi haqida tafakkur qilinglar. Rasulullahning axloqi haqida tafakkur qilinglar. Rasululloh urushni qanday urush qilgan, tinchlik o'tgani qanday tinchlik o'tgan, haq qanday ching tug'an, haqni qo'g'dash yo'lida qanchalik qurbonlik bergan. Ya'ni mushu Rasulullahning apuchanligi, kechirimchanligi, axloqi, butun hayoti, Rasululloh qo'shnilar bilan qanday muomala qiladi, do'stlar bilan qanday muomala qiladi, yoshlar bilan qanday muomala qiladi, kichiklar bilan qanday muomala qiladi. Mush haqda o'ylaninglar dedi qarindoshlar. Men mushu darsimni anglab o'ltirgan qarindoshlardan shunday bir savol so'ragim keldi. Ey qarindoshlarim, sizlar hammanglar mu'min musulmonlar biz Rasulullohni yaxshi ko'ramiz deysizlar. Rasulullohni yaxshi ko'rmasangiz sizlar komil mu'min musulmon emas. Chuqur yaxshi ko'rishingiz kerak. Lekin men sizlardan bir savol so'ray. Agar sizlar Rasulullohni yaxshi ko'rsanglar, Rasulullohning mash bir kunlik hayoti 24 soat ichida qanday bir ishlarni qiladi? Bundoq namozning oldiga nima ish qiladi? Peshin namozning oldiga nima ish qiladi? Asr namozning oldiga nima ish qiladi? Xutban namozning oldiga nima ish qiladi? Mushuni bilamsizlar. Meningcha nurg'unlaringlar bilmaysizlar. Lekin sizlar biz Rasulullohning ummati deysizlar. Qiyomat kuni shu Rasulullohning Havzi Kavsardan qiyomat mahsharga maydonida osmon cho'g' yer qo'g' bo'lgan vaqtida Rasulullohning Havzi Kavsardan sharob ichimiz deysizlar. Lekin Rasulullohni tushunmasanglar. Bu Rasulullahning bir odam kelib sizlar musulmonlardan bir Rasululloh qaydaroq odam edi. Chiroyi shakli qandaqdi? O adam bir kunda bir kunlik turmushi qandaq o'tdi? Hatto biz shu Rasulullahning bir kundagi turmushni bilib, shu bo'yicha hayotimizni tatbiqlab, shu bo'yicha yashash bizning majburiyatimiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda atiulloha va atiur rasul. Allohga itoat qilinglar, Allohning payg'ambariga itoat qilinglar dedi. Payg'ambarga itoat qilinglar deb shu payg'ambar qo'shni qilinglar, payg'ambarning yo'lida menginglar degan gap qarindoshlar. Bilmasanlar qanday ma'noslar. Shuning uchun Rasulullohning hayotini o'rganish biz uchun bosh tortib bo'lmaydigan ajoyib muhim bir masalalarning biri qarindoshlar. Shundoq qarindoshlarimiz, biz shundoq bir shaxsning hayotini o'rganmoqchi bo'lyapmizki, bu shaxsni Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda Allah şahsen özü maqtagan zat. Yani maqtagandımı şundaq maqtagan ki qarindoshlar. Allah Rasulullah'ını maqtab, Rasulullah'ını axlab, Rasulullah'ның şanini kötürüp azalarını maqtagan, közünü maqtagan, qalbini maqtagan, ahlini maqtagan. Nima degan Allah subhanahu wa ta'ala? Ma zagal basaru wa ma taga. Muhammed'nin küzü, yani Peygamber Aleyhisselam'ın küzü aynı mayna qaramadı ve çeklengen rayının neresi ötmedi deb Rasulullah Arish Allah'a çıktığı vaxtada Rasulullah'ın küzünü açtırmaktadır. Bazılarımız bir adamın uy kirsek mında qaraymiz, onun bunun qaraymiz, qaraş tiş bo'lgan narsaga qaraymiz. Alloh nima dedi? Muhammed qarashqa tiş bo'lgan hech narsaga qarab baxmagan ko'z uning ko'zi dedi. Rasulullah'nın ki samimiyetini maqtab, Rasulullah'nın rastçılığını maqtab. Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. Muhammed aleyhisselam bolsa faqat özlügidilam ağzıga kelganini sözlemaydi. Özünün ra'yi bilan sözlemaydi. Özünün menfaat uchun sözlemaydi. Rasulullah'nın ağzından chiqqan gapning o'zi vahiydir dedi qarindoshlar. Rasulullah'nın şanının ulug'ligini maqtab, "Va rafa'na laka zikrak." Ey Muhammed, biz senin şanını ulug' qildik dedi. Şunun ulug', 1400 bo'ldi, ulug' bo'lyapti. Arshi Allohda ulug' qarindoshlar. Allohning dargohida ulug', yer sharida yashayotgan 1.700.000 musulmonning dargohida ulug'. Ulug'ligini biz emas, kafirlarni e'tirof qildi. Men buni so'zlab o'tdim.
Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'ın kalbini maqtab, "Ma kezebel fuadu ma ra'a." Rasulullah özü kögen haqiqatni hergiz inkar qilib bakmagan deydi. Ko'zi kögen amaliyatni, haqiqatni inkar qilgan adam emas deb mushundoq maqtadi. Rasulullah'ın kalbini maqtab, Rasulullah'ın ko'nglini maqtab. "Alam nashrah laka sadrak." Biz senin kalbini nati yup yuruq qilmadikmi? Shunda yuruq, nurliq qilmadikmi deb maqtadi. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah'ın pak insan ekanligini, gunohdan xoli insan ekanligini maqtab, "Va rafa'na laka zik va wada'na anka wizrak." Bütün üstündeki meynat bulg'angan nachar illatlarning hammasini biz yo'q qilyaptik, ko'taryaptik dedi qarindoshlar. Rasulullahni mushunda maqtab kelib, anandan keyin shunda bir maqtadiki, "Va innaka la'ala xuluqun azim." Ey Muhammad deb turib, Alloh bevosita Rasululloh turib, "Ey Muhammad, sen bo'lsang ajoyib go'zal axloq sohibidirsan" dedi qarindoshlar. Ya Allah. Güzel ahlak sahibdirsen. Resulullah'ın hayatını okuyan her bir insanın, mümin Müslümanın vücudu lezzikemey turanmaydı. Bu Resulullah'ın uruştaki ahlakı, düşmanlar bilen boğan ahlakı, ailesinde boğan ahlakı, pekir, aciz, miskinler bilen boğan ahlakı, düşmanlar bilen boğan ahlakı. Ya Allah, kırındaşlarımız. Ben her bir mümin Müslüman kırındaşlarını muşu dakikadan başlap vaktini fakat israf kılmay Resulullah'ın hayatını öğünüşke çakırıp kılman. Nemi için kırındaşlar? Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resulullah silni buyurgan, silgi bergen buyurgan işini kılınlar. Resulullah çekilgen işini yeninglar deb Allah silgi buyruq qiladi. Biz Resulullah'ni bilmesek, Resulullah'ın hayatını bilmesek, qanday qilib Resulullah çekilgen işini bilmez. Biz Resulullah'ın hayatını tushunmasek, Resulullah'ın qilgan işlerini, degan so'zlarini, hayatını biz tushunmasak, Resulullah buyurgan ishni qanday bilamiz qarindoshlarimiz? Allah subhanahu wa ta'ala sil bizga shundoq deydi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bunda degine qarindoshlar. Haqiqatan deydi. Haqiqatan sizlar uchun payg'ambar alayhisalomda eng yaxshi o'rnak bor deydi. Yani her bir Müslümanların karındaşlar, eğer ticaretçi bolsan Resulullah sen üçün örnek. Resulullah hayatı ticaret kılan ve utuq kazangan. Ve hakiki bir Müslüman ticaretçinin simvolu bolgan. Eğer bir er bolsan Resulullah sen üçün en yaxşı namunluk erinin örnek bulalaydı. Sen bir kumandan bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Siyasiyun bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Devletinin reisi bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Puhra bolsan en yaxşı puhra bulalaydı. Sen bir zahid ibadetkar bolsan şu örnek bulalaydı. Resulullah her bir insanın bütün hayatıga, her bir insanın kandak insan buluşun katı nazar şunun Resulullah'da bir örnek tapalaydı. Allah dedi, Resulullah sizlerge örnek var. Bu örnek kim üçünse? Limen kâne yercullah. Allah'ın rizalığını ümit kılan kişiler için Resulullah örnek dedi. Muş dünyada mümin Müslümanlar içinde Allah'ın rizalığını ümit kılmaydıgan bir insan var mı? Eğer ümit kıldığın bolsan Resulullah senin için örnek dedi. Ne bulup? Limenke vel yevmil ahir ve ahirette yaxşılıkını ümit kıldığı adam için Resulullah'da örnek var deydi. Şunun için biz ne demekçi? Biz aşındaq bir uluğ peygamber, aşındaq bir katı zat hakkında toxtaldık qarindaşlarımız. Endi biz muş Resulullah'ın muşunda kadrini bilipdik. Allah maqtabdı. Bütün dünyadaki Müslümanlar maqtaymiz. Bizden eşip kapırlarmı iyisindeki kol koygan bir zat ne? Biz kancılık ügensek ola bu hayatına, bu kişinin hayatını. Zaten kancılık ügünüş gibi bel bağlasak ola. Biz ballarımızı kancılık ügütüvatımız qarindaşlarımız. Hey biz ne?
Xitaylar vatanda Lepingdan ügüninglar, uningdan ügüninglar, Mao Zedong, Lenindan ügüninglar deb necha yil avar qildim qilmadimi? Aşu iflaslar Resulullah'ın evatkan tırnık tenkenmeydi. Men emas üzdürü biliyordum şunu. Hemmimiz bilimiz. Mao Zedong neçe insanı öldürdü? 60 milyon insanı öldürdü. Stalin neçe bin insanı öldürdü? 40 milyon insanı öldürdü. Biz kimde ögünlükemiz kardeşler? Hey dünya halkı zade muşnun Muhammed Aleyhisselam'dan noçu bir adam boz koya oturgan. Muşuna diyelim mi kardeşler? Resulullah'dek bir hayat utuq kazangan, insaniyetke baxt saadet epkelgan. Hey oylab bakın. Hatta inşallah kardeşlerimiz Sılmaş Resulullah'ın hayatını okuş yarıyana bilsizler. Resulullah bütün aş nöldün başlap Arap yerim arılda mükemmel bir devletin kurguçilik Müslümanlardan ölüp ketkeni 250 kapırlardan ölgülü tözünetçe yani 1000 adam ölgü 1000 adam yani dincek ölmey turup bir devletini kurup olgan. Hazır biz qandaq vatimiz. Ey dünyadaki meyli Amerika bolsun, meyli Xitaylar bolsun, komünistlar bolsun, milyon adamlarning jini zamin buvatıdı. Oylab bakılı, Suriyada qanchalik insonlar qatl qilinayotidu. Vatanimizda necha ming insonlar qatl qilindi. Necha ming insonlar turumining qorong'u zindonlarida ahu chekyapti. Bu kim sabablik? Zolimlar sabablik. Ey ma Rasululloh cho qarindoshlarimiz, Rasululloh cho bizni ikki dunyo baxt saodatga erishtirdi. Bizni bu dunyoda eng baxtlik bir inson qilib, inson bo'lishimizga yetaklasa, oxiratda bizning qo'limizni tutib jannatga akiradigan bir zot. Mush Rasulullohni so'ymay tura olamizmi? So'ysak qandoq so'ymiz? Rasulullohning chiroy shaklini bilmay, qilgan ishini bilmay, kechasini ish qiladi, kunduzini ish qiladi, qanday tijorat qiladi, qo'shni bilan qanday muomala qiladi, xotin bolalari qanday muomala qiladi, düşman qanday muomala qiladi, urushni qanday qildi, xotirjamni qanday qildi, safarda qanday qildi, safar qilmaganda qanday qildi. Mushuni bilmasak biz qandaqmi bir Rasulullohning ummati deya olamiz qarindoshlar. Rasululloh har xil hayotda yashadi, munofiqlar yashadi, kofirlar yashadi, kofir qo'shnisi vati, yahudi qo'shnisi vati. Mana shuning hammasini biz o'rgansak, har qanday hayotimiz duch kelgan masalaga to'g'ri javob berish va to'g'ri pozitsiyada bo'lish va to'g'ri muomala qilish mahoratini biz nereden o'rganamiz? Dal Rasulullohning hayotidan o'rganamiz. Shuningga deyman, Resulullah'ın hayatını mükemmel bilgen bir adam hakiki bilim egisi buldu. Resulullah'ın hayatını bilip emel kılan adam oğul olduk Müslüman buldu. Zamanımızda Müslümanlar tarafından emez, kafirlar tarafından hürmetlendiğin bir ziyalı, medeniyetlik, sapağlık bir şahıs buldu. Bunu keskin etalaymak arkadaşlar. Şunun için benim daydıgınım. Siz hayatınızda Resulullah'ın hayatını qanchalik öğrendiniz? Ballarınızı qanchalik öğrettiniz qarindoshlar? Mush ballarımızın tumu-tumularga, qan-qiniga, yurkining cho'nqur yerlariga, hüceylerge Resulullah'ın hayatını singdirib o'tish her bir ota-onaning, musulmonlarning bosh tortib bo'lmaydigan ajoyib muhim majburiyatlarning biri. Bunu bilishimiz kerak. Mana biz mushu haqda sizlar bilan Erşalardan kelgan nida deb bir yurish darsini sizlarga taqdim qilish uchun o'tadim qarindoshlar. Hamda bu Rasulullohning hayoti qarindoshlarimiz tugitib bo'lmaydigan bir deniz. Lekin men inshaalloh qo'limdan kelishicha Rasulullah'ın hayatını sizlarga surishtirman. Rasulullah'ın hayatı menda tarixiy vaqalikdek biz dangliq shaxslarning hayot tarjimonini o'qigandak o'qib qo'yadigan hayot emas. Bu Rasulullah'ın hayatı üyünüp üzümüzge hayatlık nizami, kıbli namımız kılışımız gerek. Bu pek mühim qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni mushunday qilishga muvaffaq qilsin. Qarindoshlar, bazı dostlarımız bizden so'rashi mumkin. Hazır ümmetninki ahvoli nayat xatar ichida. Halimiz bek xatarlik. Bu kunlarda bizga mushto'g'riliq bir yo'l ko'rsatmay. Nima uchun bu yeni payg'ambar alayhisolamning hayotini so'zlab o'ltirdigandu deb qilishinglar mumkin. Hurmatli qarindoshlarimiz, shuni bilinglarki,
Rasulullah'ның hayatını bilish ajoyib bek muhim. Bulupmu silbizdek beşiğa muşundaq kun kelgan. Zulüm astida inravatqan, chet ellarda sarganda bo'layotgan, ummatning Uyg'ur xalqining kelachiga qarang'u, istiqboli majhul. Bu mavjudiyatlik jingini qilayotgan mushu paytlarda Rasulullah'ның hayotini o'rganish ajoyib bek muhim qarindoshlar. Endi Allah subhanahu wa ta'ala musulmonlarni kuntum xayra ummatin uxrijat linnas deydi. Sizlar ummatlar ichidagi, ya'ni Odam alayhisalomdan tortib yer sharida yashagan ummatlar ichidagi eng esil ummat deydi. Allah subhanahu wa ta'ala him bir oyatda va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas va yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida deydi. Biz shunda qildik deydi. Sizlarni oyatninki mazmunda biz sizlarni boshqalarga guvohchi qildik deydi. Va Muhammad alayhisalom sizlarga sizlarga guvohchi qildik degan gap, ya'ni sizlar bizni Alloh ummatlarning ustida turib, ummatlarning yaxshi yomonligiga guvohlik beradigan bir guvohchilardan qildi. Biz Allah biz sizlarni shunday qildik deydi. Ya'ni bunday aytganda biz boshqalarning ustidan hukm chiqarib bağlaydigan kishilar. Lekin bizning hozirgi ahvolimizda xalqni bağlash emas, xalq bizlarni bir hayvon qatorida ko'rmayotdi. Musholatga tushib qoldik. Biz shundoq bir holatga tushdikki, ya bir kishilar bahrilgan insoniy huquqdan bahrilanmaymiz. Normal bir davlatning fuqarosi bahrilangan bir huquqdan bahrilanmaymiz. Bütün dünyadagi zolimlar bizga qo'shiq soldi. Bizni bozak etmoqchi bo'ladi. Hatto ash o'zlari tuzgan qonun bo'yicha boshqarishdan bosh tortib, bizni bir quldek, bizni bir inson qatorida ko'mayotdi. Nim bo'lib bizningki ahvolimiz mushu bo'ldi qarindoshlar. Qarab baqadigan bo'lsak, biz har bir sohada nihoyatda orqada qoldik. O'ylab baqili. Dünyada musulmonlar davlati deb atilgan, ya'ni islom musulmonlar ko'p, fuqarolar ko'p, ya'ni ko'pincha fuqarosi musulmon bo'lgan davlatlardan dunyoda 60 davlat bor ekan. Mush 60 davlatning bütün qurollarini biriga kelsa Isroilchilik bir ilg'or qurol chiqmaydi ekan qarindoshlar. Biz ya'ni harbiy sohada mushunda aqida. Texnik sahasida ham aqida qarindoshlar. O'ylab baqili. Singapurda bir davlat bo'lish uchun musulmonlar 50-60 yil taraqqiy qilsa, Singapur joyida jim turpasa, anandan Singapurda bo'la oladi deydi. Bu nima mumkin qarindoshlar? Biz nimada bu kun qoldik? Biz musulmonlar hozir eng duch kelayotgan krizislar. Biz oldi bilan fikr krizisida yashayapmiz. Chunki dunyoni o'zgartiradigan fikr. Bizda qattiq fikr krizisi bor. Bizda taloqliq krizisi bor. Bizda bilimsizlik, nadonlik krizisi bor. Bizda tashabbuskor bo'lmaslik, pasiblik krizisi bor. Bizda madaniyat safa krizisi bor. O'ylab baqili. Bizda nima degan krizislar bor? Demek biz o'zimizga zulm qilyapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizga 1400 yil burun o'qishni, madaniyatli bo'lishni, ilm ma'rifatli bo'lishni, dunyoni ichishni, dunyoni kizishni, dunyoni bayqashni, yer sharini gullantirishni, eng kuchli bo'lishni, iqtisodda, badanda, harbiylikda, harbiy qurol yarog'da hamma jihatdan kuchli bo'lishni bizga o'rgatdi, yo'llarini ko'rsatdi. Axloqda bütün Qur'oni Karim boshdan oyoq axloq o'rgatdi. Lekin biz o'zimiz qilib mushkuna qildik. Hamda men bunda deyishimdagi maqsad sizlarni umidsizlantirish emas qarindoshlar. Qat'iy umidsizlanishga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: İnna lanansuru rasulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yaqumul ashhad. Biz haqiqatan cezmen
payg'ambarlarimizga va payg'ambarlar bilan iymon etganlarga mushu dunyoda g'alaba ato qilamiz. Qiyomat kunsi ham utuq ularga bo'ladi deydi qardoshlar. Allah va'da qilyapti. G'afir surasining 51-oyatida biz chuqur mu'minlarga nusrat ato qilamiz deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bo'lsa Imom Ahmad Hanbal rahmatullohi alayhi naql qilgan hadis sharifda la yablughanna hadhal amr ma balagha al-layl wan nahar wa la yatrukullahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bi dhulli dhalilin yu'izzu bihi al-islam izzan yu'izzu bihi al-islam wa dhullan yudhillu bihi al-kuffar. Al-kufr degan. Bunda degani ma din islom deydi. Kecha kunduz buldigan har bir yerga yetib boradi. Allah subhanahu va taala qishloqdagi chidir uylardan tortib, shaharlardagi qavat uylargacha bu dinni akirdi Allah subhanahu va taala. Azizlarni aziz qilish bilan, xorlarni xor qilish bilan, Alloh yo'lida manganlarni aziz qilish bilan, Allohga qarshi chiqqanlarni xor qilish bilan bu dinni chuqum akirdi deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam him bir hadis sharifda innalloha zawalil arda mashariqaha va magharibaha. Allah subhanahu wa ta'ala ziminni man kichikletib, yani ziminni bütün yer şanı ko'z oldim akilib ko'rsatdi. Ziminning mashriqi bilan mag'ribini ko'rdim. Mening ummatim ash mashriq bilan mag'ribiga yetidi, ulishidi, o'sha yani shu yerda bo'ladi, musulmonlar bo'ladi degan. Mush hadisni hadisshunos Albani rahmatullohi alayhi izohlab, "Tex bu ish bo'lmadi, bundan keyin bo'ladi. Islom butun dunyoda bir qatim yer sharlashdi" degan qardoshlar. Islom dunyoda bir qatim yer sharlashdi, ko'z oldimizda bo'ldi degan. Demak, biz umidsizlansak bo'lmaydi qarindoshlar. Biz chuqum umid bilan yashashimiz kerak. Xo'sh. Endi bizning umidimizning holimiz shu. Unda bo'lgan ekan, sizlar bizningki vazifamiz nima qarindoshlar? Biri, men sizlarga deyman, qat'iy umidsizlanmaydi. Umidsizlansak bo'lmaydi. Chuqum Alloh bu zonning egisi bor. Chuqum Alloh bor. Biz faqat vaqt masalasi sabr qilsak, qo'limizdan kelish tirishsak, inshaalloh chuqum g'alaba qilamiz. G'alaba bizga mansub. Ey qarindoshlar, buni Alloh dedi, men demadim. Ey mu'minlar, sizlar bunga iymon etishinglar kerak. Shu umid orzu bilan yetishinglar kerak. Ammo bu g'albining qo'lga kelish uchun sizlar bizningki vazifamiz nima? Biz davomli to'rlar qarasak, "Voy qarindoshlar, ovib ketdi, mavib ketdi, qanday qilamiz, yo'l ko'rsatmamizlar" deydigan gaplarni jiq anglaymiz qarindoshlar. Davomli boshqalarning bir bizni qutqizishni, aramızda bir qutqazuvdan chiqib bir odamning bizni qutqizib olishni shuni orzu qilamiz. Yo'q. Men sizlarga deb qo'yay. Uyg'ur musulmonlari shuni bilinglarki, bizga faqat Alloh va uningdan qilib qolsa Alloh va uningdan qilib qolsa Alloh va uningdan qilib qolsa o'zimiz bor. Har bir shaxs buni bilishimiz kerak. Endi bu yerda bir ta'kidlamoqchi bo'lgan muhim bir masala bo'lsa, endi mushu kafirlardan qutulish yo'lida nurg'un harakatlar bo'lyapti. Endi hamma odam o'zininkin to'g'ri qilib, birisi mandaq qilsak qutulimiz deydi, birisi andaq qilsak, birisi maktab etish bilan qutulimiz deydi, birisi yo'q ba'arif degan tugida faqat jihodla qilimiz deydi, birisi yo'q pul topsaqla bo'ladi deydi, birisi g'arbga eslayotdi, birisi sharqqa eslayotdi, birisi Amerika, birisi Yapon, birisi mushundoq qilib ketib bordi. Men endi bu siratni o'rganish orqali bizni birdan bir qutqizadigan yo'l Rasulullohning hayotida demak uchun mana bu darsni izlayapman. Yana hozirda bizningki mushkundagi ahvolimiz bilan ma payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini so'zlashdagi darsga maqsadim mana shu qarindoshlar. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Wa'azana Rasul sallallohu alayhi vasallam maw'izatan baligha deydi. Yani Irbad ibn Sariya degan sahabe shunday deydi. Payg'ambar alayhisalom bizga shunday bir nasihat, vaz nasihat qildiki, qalblarimiz
zilzilaga keldi deydi. Ko'zlarimizdan yoshlar yomg'irda qo'yilib ketdi. Biz ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, sen bizga eng oxirgi qitimki xo'shlashish bir nasihatni qanday mushunda nasihat qilding? Bizga texim bir nasihat qilib qo'ygin ya Rasululloh desak, Rasululloh bizga unda bo'lsa, men sizlarga qilgan nasihatim Allohdan qo'rqinglar. Allohdan aymininglar. Allohdan hayo qilinglar. Va sizlar ish ustidagilarga, ish ustidagilar, ya'ni mas'ullar qora qul bo'lsa-mu itoat qilinglar. Bunda bo'ysuninglar, tashkilotchilikni bilinglar. İntizamni bilinglar, beshinglar kelgancha ish qilmanglar. Deb bo'lib, mendinkini yashaganlar noite ixtilof datalashni ko'rsizlar. Yani hazır biz bu atkan işmaş şu kardeşler. Çoğun, küçük, uçi, buçi, biçi dep birbirimizle başta ihtilaf muşnu Resulullah görürsüler değil. Dep bulup sil muşundan ihtilaf kıp kağı vakta فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ Taz ihtilaf kıp kağı vakta da sile kanda kalışana gerek minin yolumunu tutunlar. Ve to'g'ri yo'lda mangan xalifaning yo'lini tutinglar. Yani to'rt xalifaning yo'lini tutinglar. Ularning u yo'lni iziq chishinglardan tishlab qo'ypamanglar. Uning buning gapi kirmanglar. Undaq chiroyliq, dabdubilik, oy har qancha gap bo'lsa-mu, mening yo'limni va to'rt xalifaning yo'lini tutinglar. Shuningdan hazar aylanglarki, mening yo'limga yot bo'lgan, ya'ni bid'at yo'ldan hazar aylanglar. Çünkü bid'at azg'ulluq dedi. Endi bu yerda mening demoqchi bo'lganim qarindoshlar, mushu Uyg'ur musulmonlar, dünya musulmonlari mu shundoq, ammo bo'libmi Uyg'ur musulmonlarning Rasulullohning hayotini yaxshi bildiganlar bek az. Xuddi ashu nodir buyumlardek az. Ben dedim kardeşler, sizden sordum. Resulullah'ın bir günlük turmuşunu bildiğin adam bamu desem, baş içinlerden biraz çıkmaydı. Çıkıp kalsam Allah'ım da kadar çıkıp kalır ki, şu çıkıp Allah'ın özü acayip bir işemdi. Muş derecede biz. Bizning meyli muş İslam davasını kılıvatkan, İslam yolda cihat kılıvatkan, İslam yolda ma'arif bilen şug'ullanayotgan, İslam yolda hizmet qilayotgan, o'qiyotgan, bu vaqtdan adamlarni akilib, Rasulullahning hayotini bir tushundu desa, osmondan, tog'dan, bog'dan so'zlab o'ltirdi. Ballarga Rasulullahning hayotini o'rgatanmaydi. Xotin ballarga Rasulullahning hayotini o'ltirib muzokiralashmaydi. Nima uchun? Bilmaganlikdan mushundoq qildi qarindoshlarimiz. Shuning uchun mana biz mushu holimizdan qutulayli deydiganmiz. Biz o'zimizning qutulish yo'lini Rasulullahning yo'lidan, Rasulullahning hayotidan izlab mana bu darsni qilyapmiz. Balki sizlarning ichinglarda men mush darsni so'zlab bersam, bu darsning tigiga mendan bahitib, Rasulullahning hayotini mendek bir talibchaqdan bak tushunib hayatınlarda utup kazanılışına mümkün. Resulullah'ın hayatını ügünüp içimizden kumandalar çıkış mümkün. Resulullah'ın hayatını ügünüp içimizden ne ziyallar çıkış mümkün. Şununla deymen karındaşlarımız, biz Resulullah'ın hayatını naati yaxşı ügüneydi. Çünkü Resulullah'ın hayatı bolsa karındaşlar, bizning dinimizningki ikkinchi manbasi hisoblanadi. Bizning dinimizning asosiy manbasi birinchi Qur'oni Karim, ikkinchisi Rasulullahning hayoti. Buni biz Rasulullahning hayoti hadis deymiz. Bu nimdan gap? Masalan, bu Rasulullahning hayotini yoki hadisni 3 turga bo'lishga bo'ldi qarindoshlar. Birinchisi Rasulullah'ın hayatı yoki Rasulullah'ın degan so'zlari, qilgan ishlari, ish harakatlari Qur'oni Karimdagi mazmunni ta'kidlaydi. Masalan, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aqimus salat, atuz zakat, kutiba alaykumus siyam, faman farada fihinnal hajja fala rafasa va la fusuq. Yani degan oyatlarda siz namoz o'qinglar, zakat beringlar, haj qilinglar, ro'za tutinglar degan Qur'onda oyat bor. Peygamber Efendimiz deydi.
Buniyal İslam ala hams. İslam 5 narsa üstü kuruldu. Namaz, zakat, hac, roza, şehadet. Yani Resulullah'ın hayatını bunda 3 xil düşünümüz. Ya Kur'an-ı Kerim'de kelgan sözünü ta'kidlaydi, bu birincisi. İkincisi kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de nurg'un meseleler prinsipal şekilde bayan kıldı. Ama konkretni Resulullah bizga deb bergan. Mesela şunu o'qishim namoz. Mesela Qur'oni Karim namoz o'qinglar dedi. Ammo qanday o'qiymiz? Rukuda nima ish qilamiz? Sajdada nima ish qilamiz? Sajdada qanday sajda qilamiz? Rukuni qanday ruku qilamiz? Namoz o'qishdan tarat olish kerak. Taratni qanday olamiz? Mushuning konkret tafsilotini Rasululloh bizga bayon qilib bergan. Yani birincisi Kur'an-ı Kerim'dekini ta'kidlaydi. İkincisi Kur'an-ı Kerim'deki prinsipal meselelerini konkretleştirip durdu. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'nin umumi prinsipe uygun boğan Resulullah öz aldığı bizge dep bergen ameliyat vahidin ibaret. Kadullah var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kardeşler işeknin güçüne halallama haramı bunu demigen. Mesela yolvasının güçüne halal mı haram mı bunu demigen. Nurg'un qushlava, mesela qarchuq deymizmi, bunu halal mı haram mı bizga demigen. Ama Rasulullah bizga deb bergan. Mesela her qandaq hingang chishva, yani go'shxo'r hayvonlar, hingaygan chishva, hayvonlarning hammasi haram ekanligini. Noy tırnaqlari uzun, tırnaqlari bilan ovlaydigan qushlarning haram ekanligini deb bergan. Mesela shariatda bir qiz bilan shu qizning hammasini birla vaqtda og'il bo'lmaydi. Buni bizga Rasululloh deb bergan. Mushundaq ya Rasulullohning hayoti mushundaq bo'ldi. Ya Qur'onni ta'kidlaydi, ya Qur'ondagi prinsipal masalalarni konkret bizga tafsiliy deb turdi, yoki Qur'onda tilg'ilmaganni Rasululloh bizga deb turdi. Demak, biz mana Rasulullohning mush hayotini mushunda tushunishimiz kerak. Mana ba'zi qarindoshlar yaqinda az to'l chiqib qoldi, hadisni inkor qildigan, bizga voy Qur'on yetidi deb, o'zlariga Qur'onchi deb nom qo'yib olgan yolg'onchi kazzoblar chiqyotdi. Qarindoshlar, men sizlarga aniq dey, dinimizda Rasulullohning hayotini inkor qilgan, ya'ni hadisni inkor qilgan deb kafir. Chunki Kur'an'ni bizga eng tushundirdigan adam Rasululloh. Rasulullahning hayotini, Rasulullahning so'zini, Rasulullahning qilmishini yo'q chiqarib biz Qur'on bizga yetdi desam, sen Qur'onni qanday tushunsa, Qur'onni qanday shu uzang bilgancha kallang kelgan tushun. Qur'onning so'zligi bilan o'ynaysan. Bu Qur'onni Xudo oshpazning ximirdek bir dam sovman, bir dam lag'man, bir dam manta, bir dam cho'chir qilish maqsadida Rasulullohni bizning Qur'onni hadisini armoqchi bo'tadi. Ba'zi setilma, xoin, iflos Uyg'urlar hozir mush tashviqotni qilib Uyg'urlarga dushmanlik qilyapti qarindoshlar. Kim uchun ishlayotdi? Alloh o'zi biladi. Mana bundoq malullardan biz cho'qim hazar aylishimiz kerak. O'ylab boqinglar. Bir musulmon dada onadan tug'ilib, musulmon cho'ng'ilib, hijil olmay turib, İmam Buxoriy, İmam Muslimni tilga ilingan, Rasulullohning hayoti so'zlangan mushundaq masalalarni inkor qilib, kitoblarni tarjim qilib, mush ideyani taqdiyotidir. Bu ideyani yaxshi surishti qilsanglar, tarixini surishti qilsanglar, bu Hindistondan boshlangan bo'lib, Angliya axborot idorasining o'yini bu qarindoshlar. Bu tarix hammadan bilgan ish, ammo bizning ba'zi oq ko'ngil, dinni tushunmagan ziyolilar mana mushu yo'lga kirib kelyotdi. Ammo buni boshlangan odamlar, buni qilayotgan odamlar o'zining balki moddiy manfaati yoki dindan to'liq xabari yo'qligidan mushlarga kirib kelyotdi. Shuning bu yo'lga kirib qilishdan qarindoshlarimni men ogohlantirman. Endi biz bu Rasulullohning hayotini dinimizdan qat'iy arish qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu Qur'oni Karimda "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum" deydi. Senin Rabbin bilan qasam deydi Allah. Yani Rabbin bilan qasamki Muhammad, ular o'zaro datalashlarda senin qishin kelib, senin hukminga qoyil bo'lmoqchilik ular hargiz mu'min emas davasa. Ma Qur'on davasa ma gapni. Sen bu Rasulullohning hayotini inkor qilsang, namozni qanday o'qimoqchi? Sen bu qaysi din men tushunmadim? Ey qarindoshlar,
bütün dünyadaki Rasul sahabelerinin dövrünü tatip sil bizning dövrümüz keychilik Peygamber Aleyhisselam anda qilgan Peygamber Aleyhisselam man deganda yashab kelyapsak hozir mal'um bir kishilar chiqib voy bu bizga Qur'on yetadi hadis deganning rasi va yolg'oni va deb to'g'ri hadisning rasilar yolg'oni va lekin bizga giganit olimlar chiqib ras hadisdan yolg'on hadisni arpagan biz nimaning ras hadis nimaning yolg'on hadis ekanligini o'qiganlar bilamiz. Sen okumay üzən arlaştırıb etib, bu yalğan hadis var ki, dini yalğan hadis arlaşıb qaldı ekan deb, yo'q banani tepib, amma bütün hadisni inkar qilishing bu azg'unlik bo'ldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bir mu'min musulmonni mush Rasulullohning hayotini o'rganib, Rasulullohning qilmishlarini o'rganib, mush hayotida bir utuq qozongan bir shaxs bo'lish uchun Rasulullohning hayotini Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsa, shundoq o'rganish kerak. Rasulullah'ның nevrisi bo'lgan bir kishi shundoq deydi, ismini unutib qoldim, yoki Rasulullah'ның nevrisi. Biz bolalarımizga Qur'ondagi so'rni qanday o'rgatgan bo'lsak, Rasulullah'ның hayotini shundoq o'rgatamiz degan qarindoshlar. Biz Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsak, Rasulullah'ның hayotini shundoq o'rganishimiz kerak. Chunki Rasululloh insoniyat tarixida, insoniyat butun yer shari tarixida mislisiz utuq qozongan bir shaxs. O'ylab baqili, Napolyon desek siyosat utuq qozongan. Ya'ni mushu harbiy ilmida utuq qozongan. Gandhi desek siyosat utuq qozongan. Shakespeare desek adabiyotda she'r utuq qozongan. Tolstoy desek yozuvchilikda, Aristotel desek falsafada. Ammo Rasululloh mushsaning hammasi utuq qozongan. Shundoq utuq qozongan, qozonmagan degan nochos o'tirib qo'yib baqsin. Bu qozonganligini butun insoniyat e'tirof qilgan. Meyli biz bu Resulullah bir siyasi emas, ıslahçı emas, ismi peygamber, Allah'ın elçisi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'ın ilmi to'g'riliq allamahu shadidul quva. Bununla acayip güçlük, ilim bilimli güçlük Cibrail öğretti deb Resulullah'ın ilmini Allah maqtagan zat ma'u. Biz muşundaq bir peygamber. Bunun hayatını çuqum öğrensek bu tarixda mislsiz bir shaxsning hayotini o'rganmagan bo'lamiz. Bir musulmon buni o'rganish namozdan, hajdan, ro'zadan bak muhim farz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.